Assalomu alaykum. Mani YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bugun Dubay metrosi haqida ma'lumot beraman. Dubay metrosida 0 karta ishlatiladi. Asosan ikkita mashhur kartasi bor: Gold va Silver. Gold yoki Silver karta olish uchun siz 25 dirham to'lashingiz kerak. Metroda yurish narxlari: bitta zona yursangiz Silver karta uchun 3 dirham yechadi, a Gold kartalar uchun 6 dirham. Ikkita zona yursangiz Silver karta 5 dirham, Gold karta 10 dirham. Oddiy karta 3 ta zonadan ko'p yechsangiz 7,5 dirham yechadi, a Golden karta 15 dirham yechadi. Golden kart bu Golden class degani, ya'ni luxury cabin degani. U yoqda shunchaki sidenyalari boshqacharoq va aynan tirband paytda, odam juda ko'p chiqadigan paytda, ishdan qaytayotganda Golden cabindan bemalol joy olib ketsangiz bo'ladi, chunki u yoqda odam juda kam bo'ladi va maza qilib o'tirib ketsangiz bo'ladi. Dubay musulmon davlat bo'lgani uchun ayollar va bolalar kiradigan alohida kabina bor. Agar bolalar va ayollar turgan kabinaga erkaklar kirgan bo'lsa 100 dirham shtrafi bor. Bu metro, Dubaydagi metro dunyodagi birinchi boshqaruvchisiz metro hisoblanadi. Kompyuterda boshqariladi, boshqaruvchisi yo'q bu metroning. Keyin juda ham tez keladi. 3 minutda уже ikkinchi metro keladi va даже mashinadan ham tez, hech qanaqa trafiksiz yetib olsanglar bo'ladi. O'zingizdan manzilingizga metroda. Metro удобный va juda ham komfortni Dubayda. Ovqat yeyish mumkin emas, zvachka chaynash, chakish mumkin emas. Zvachka chaynaganga 100 dirham shtraf, ovqat yoki nimadir yesa, unga ham shtrafi bor 100 dirham. Yana bitta tarafi Dubay metrosini 24 oy, ya'ni 1 yilda полный 24 soat konditsioner ishlaydi. O'zini vaqtlari bor. Metroning yurish vaqtlari bor. Oxirgi stansiya qachon yuradi, oxirgidan oldingisi qachon yuradi, hammasi o'zini tablitsasida ko'rsatib qo'ygan. Metroga kirishingizdan oldin tablitsa bor, o'shanga tablonda yozib qo'yishgan. Dubay metrosining umumiy uzunligi taxminan 90 kilometr. Stansiyalari 50 dan ortiq. Dubay metrosining ko'p qismi yer ustida joylashgan, chunki Dubayda yer qazish qimmat. Dubay metrosi Britaniya bilan hamkorlikda qurilgan. Dubay metrosini loyihalashtirib qurish uchun 7,5 milliard AQSh dollari ketgan. Yana bitta qiziq fakt: Dubay metrosining dizayni bo'yicha Britaniya kompaniyalari shug'ullangan, qurish bo'yicha bo'lsa Yaponiya va Turkiya kompaniyalari hamkorlikda bu metroni qurib bitirishgan. Dubay metrosi ochilganda u dunyodagi eng uzun avtomatik metro tizimlaridan biri bo'lgan. Dunyodagi top 5 ta zamonaviy va toza metrolarning ichida Dubay metrosi ham bor. Mana bu temir yo'lakchalar nimaga deb o'ylaysizlar? Bu temir yo'lakchalar ko'rlik uchun mo'ljallangan, hassasi bilan, даже oyog'i bilan ham chustasi qilib ketsa bo'ladi shu temir yo'lakchalarda. Boshda kelganimda men buni bilmagan edim. Svachka chaynash mumkin emas. 100 dirham shtrafi bor. Keyin Wi-Fi'lar tekin Dubay metrolarida. Bu Dubay Mall, Burj Khalifalar metro stationi. Hamma metroning o'zini lifti, ekskavatori bor. Doors closing. الأبواب تغلق. Doors opening. الأبواب تفتح. Exit. مخرج. Metrodan chiqishinglar bilan Primoy Dubay Mall bo'ylanib ketiladi. Lekin uzoq yurasizlar Dubay Mallga. Xohlovchilar, misol uchun, bu yerdan tashqariga chiqishligi mumkin. Ekskavator bor, bu yerda lift bor. Liftdan bemalol tashqariga chiqib ketsanglar bo'ladi. Dubay Mallga qarab yurganingizda oynadan shunaqa chiroyli Dubay viewsi ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli Dubay Mall, Dubayga eng chiroyli rayonlardan biri, juda ham chiroyli ko'rinishda bo'ladi. Uni ko'rib, sizlar maza qilib 15 minut qanaqa qilib yurib qo'yganinglarni bilmay qolasizlar. Menga obuna bo'linglar. Keyingi videolarda Amerika metrolari haqida ma'lumot beraman.